Do'stlar, Stavropoldagi ish joyidan qaynoq video lavhalar. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, bizlar ikkinchi potokdagi mijozimiz video murojaat orqali bog'landilar. Bizlar o'z ish joylaridan video lavhalarni ko'rsatib turibdilar va o'z minnatdorchiligini bildirdilar. Do'stlar, o'zlaringiz ko'rib guvoh bo'lganlaringizdek, biz ikkita guruhimizni qonuniy tarzda muvaffaqiyatli ishga joyladik. Hammalari bizdan davolni. Hozirgi kunda esa 3-potokimiz uchun уже vakansiyalarimizni ochganmiz, oxirgi joylarimiz qolgan. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, ish joylaridan haqiqiy lavhalarni ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, ishimiz teplitsada, hech qanday muammosi yo'q, ishlar og'ir emas, shunday spetsialniy teleshkalari bor, og'ir ko'tarmaysizlar. Ayollar uchun ham, erkaklar uchun ham bemalol to'g'ri keladi. Bino ko'rib turganlaringiz dushovka bino, hech qanday muammosi yo'q, issiq suv, sovuq suvdan problema bo'lmaydi вообще. Bu lisensiyadan ikkinchi yilda chiqsangizlar, yotoqxonalarimiz boshlanadi. Bu ko'rib turgan yotoqxonalarimiz erkaklar uchun общий bo'ladi, erkaklarimizning ishdan keyin dam olishlari uchun. Bu ko'rib turgan yotoqxonamiz oilalar uchun bo'ladi. Agar er-xotin bo'ladigan bo'lsangizlar, er-xotinlar uchun ham отдельный sharoitlarni qilib beradilar. Bu ko'rib turganlaringiz bilan oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamiz toza, akkuratniy, ovqatlanish uchun sharoitlari zo'r. Ovqatlarimizdan milliy ovqatlarimiz bo'ladi. O'zlarimizni, povlarimiz ham o'zlarimizni o'zbeklar, chisti, oddushi, mazali palovlarni pishirib turibdilar.